Xonaga yotqizildi. Isroilda bosh vazirning sog'lig'i bo'yicha xavotir kuchaymoqda. Lavrovning bayonoti G'arbni larzaga soldi. Rossiya Kiyevni doimiy nishonga aylantirmoqda. Pezeshkion internet bo'yicha keskin qadam tashladi. Eronda yangi davr boshlanmoqdami? Reuters shov-shuvli ma'lumotni ochdi. Netanyahu AQSh ustidan nazoratni yo'qotganini his qilmoqda. Washington Eronning uran zaxirasidan xavotirda. Tramp eng qattiq variantni tilga oldi. Yaqin Sharqda portlash nuqtasi yaqinlashmoqdami? AQSh va Eron ortidagi yashirin muzokaralar dunyoni xavotirga soldi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mahbuslar jazoni mamlakatda o'tashni so'radi. Eron ozod bo'lmaguncha yolg'iz bo'lsak ham kurashamiz. Rizo Pahlaviy. Netanyahu shifoxonaga yotqizildi. Isroilda bosh vazirning sog'lig'i bo'yicha xavotir kuchaymoqda. Isroil bosh vaziri Netanyahu Quddus shahrida joylashgan tibbiyot muassasasiga yotqizildi. Times of Israel nashrining Isroil bosh vaziri devoniga tayanib xabar berishicha, Netanyahu 25-may kuni kechqurun Quddusdagi Haddasa Ayn Kerem tibbiyot markaziga olib ketilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil hukumat rahbari hozirda shifokorlar nazoratida bo'lib, unga aniqlanmagan stomatologik tibbiy muolaja o'tkazilmoqda. Rasmiy bayonotda uning holati barqaror ekani, zarur tibbiy yordam ko'rsatilayotgani qayd etilgan. Fuqarolar orasida uning sog'lig'i bo'yicha turli taxminlar va savollar paydo bo'lgan. Avvalroq Isroil bosh vaziri prostata bezida aniqlangan xavfli o'sma sababli jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. Shifokorlar muntazam tekshiruvlar davomida kichik o'lchamdagi o'zgarishni aniqlagan va bu muvaffaqiyatli olib tashlangan. Lavrovning bayonoti G'arbni larzaga soldi. Rossiya Kiyevni doimiy nishonga aylantirmoqda. Rossiya prezidenti Putin Ukraina poytaxtini muntazam ravishda o'qqa tutishni buyurdi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri Lavrov 25-may kuni AQSh davlat kotibi Rubio bilan bo'lib o'tgan telefon suhbatida ma'lum qildi. Lavrovning aytishicha, Ukrainaning Rossiyadagi tinch aholi va fuqarolik obyektlarga qarshi terroristik hujumlarga javoban Rus armiyasi Kiyevga tizimli va izchil zarbalar bermoqda. Vazir Ukraina armiyasi ehtiyojlari uchun foydalaniladigan obyektlar va qaror qabul qilish markazlari nishonga olinishini aytdi. Shuningdek, Lavrov Rubioga Kiyevdan diplomatik xodimlar va boshqa AQSh fuqarolarni evakuatsiya qilishni tavsiya etdi. U shuningdek AQSh va Rossiya prezidentlarining 2025-yil avgust oyida Ankorajda bo'lib o'tgan sammitini eslatib o'tdi. Lavrov sammitda erishilgan urushni tartibga solish yo'lidagi taraqqiyotga go'yoki Kiyev rahbariyatining harakati putur yetkazayotganidan afsusda ekanini aytdi. Pezeshkion internet bo'yicha keskin qadam tashladi. Eronda yangi davr boshlanmoqdami? Eron prezidenti Masud Pezeshkion mamlakatda internetga ulanishni tiklashni buyurdi. Bu haqda Eronning Fars davlat axborot agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu qaror aholining internetga kirish huquqini tiklash uchun ovoz bergan maxsus ishchi guruh xulosasidan so'ng qabul qilingan. Raqamli blokadani olib tashlashning aniq muddatlari ko'rsatilmagan. Ammo may oyi o'rtalarida Eron ommaviy axborot vositalari cheklovlar 5-iyun kuni bekor qilinishi mumkinligini bildirgandi. AQSh va Isroil 28-fevral kuni Eronga qarshi urush boshlagach, hukumat global tarmoqqa kirishni butunlay bloklab qo'ydi. Shundan so'ng 90 million eronlik faqat davlat tomonidan tasdiqlangan saytlarga kirish imkonini beruvchi milliy internetdan foydalanishga majbur bo'ldi. Urushdan oldin, ya'ni yanvar oyidagi hukumatga qarshi namoyishlar paytida ham internet o'chirib qo'yilgandi. Reuters shov-shuvli ma'lumotni ochdi. Netanyahu AQSh ustidan nazoratni yo'qotayotganini his qilmoqda. Isroil bosh vaziri Netanyahu shaxsiy suhbatlarida AQSh prezidenti Trampning Eron bo'yicha qarorlariga Isroilning ta'sir ko'rsatish imkoniyati juda kamligini aytdi. Bu haqda 2 nafar manbaga tayanib Reuters xabar berdi. Hozirda AQSh prezidenti deyarli 3 oydan beri davom etayotgan urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Suhbatdan xabardor 2 isroillik mulozimning so'zlariga ko'ra, Netanyahu bu fikrlarni urushni to'xtatish bo'yicha dastlabki kelishuv muzokaralaridan Isroil chetda qolib ketgan bir vaqtda bildirgan. Mazkur urush AQSh va Isroilning qo'shma bombardimonlari bilan boshlangan edi. Hozircha ham AQSh ham Eron muzokaralarida tez fursatda kelishuvga erishish umidlarini pasaytirmoqda. Tomonlar o'rtasida Eronning yadroviy maqsadlari, Tehronning sanksiyalarni bekor qilish talabi hamda Isroilning Livanda Hizbulloh jangchilariga qarshi olib borayotgan urushi borasida kelishmovchiliklar saqlanib qolmoqda. Netanyahu barcha jabhalarda, jumladan Livanda ham ehtimoliy xavf-xatarlarga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirish huquqini talab qilmoqda. Agar Eron Isroildan Livan janubidagi harbiy harakatlarni butunlay to'xtatishni talab qilsa, Netanyahuning bu sharti kelishuvni barbod qilishi mumkin.
Netanyahuning shaxsiy suhbatlarida qatnashgan isroillik mulozimlardan biri bosh vazir ayni paytda muhokama qilinayotgan anglashuv memorandumi yuzasidan xavotir bildirganini aytdi. Manbalarning ikkisi ham ismlari sir qolishini so'ragan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Washington Eronning uran zaxirasidan xavotirda. Tramp eng qattiq variantni tilga oldi. U o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida qoldirgan bayonotida Eron uranini mamlakat hududidan tashqariga olib chiqmasdan turib, yo'q qilish eng maqbul variant ekanini ta'kidladi. Tramp shu bilan birga boyitilgan uranni yadroviy chang deb atagan. AQSh va Isroil Eronning yadroviy dasturini mamlakatga qarshi harbiy harakatlarning asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rsatmoqda. Washington ma'lumotlariga ko'ra, Tehron hozirda 60% gacha boyitilgan 440 kilogramdan ortiq uran zaxirasiga ega. Mutaxassislar fikricha, ushbu uran qisqa muddat ichida 90% gacha boyitilishi mumkin va bu uni yadroviy qurol ishlab chiqarish uchun yaroqli holatga keltiradi. Eron rasmiylari esa mamlakat yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlab kelmoqda. Shu bilan birga yangi hujumlar sodir bo'lgan taqdirda uranni yanada yuqori darajada boyitish mumkinligini bildirgan. Hozircha Tehron AQSh yoki boshqa davlatga boyitilgan uran zaxiralarini topshirish bo'yicha hech qanday kelishuvni rasman tasdiqlamagan. Yaqin Sharqda portlash nuqtasi yaqinlashmoqdami? AQSh va Eron ortidagi yashirin muzokaralar dunyoni xavotirga soldi. Eron Tashqi ishlar vazirligi vakili Ismoil Baqoiy AQSh bilan muzokaralarda ma'lum natijalarga erishilganini, ammo kelishuv imzolanishi hali yaqin emasligini bildirdi. Bu haqda BBC xabar qildi. Uning aytishicha, muhokama qilinayotgan masalalarning katta qismi bo'yicha tomonlar muayyan xulosalarga kelgan. Biroq bu yaqin vaqt ichida bitim tuzilishini anglatmaydi. Baqoiyning bayonoti AQSh davlat kotibi Rubio kelishuv bo'yicha yaqin kunlarda yangilik bo'lishi mumkinligini aytganidan so'ng yangragan. Rubio tomonlar o'rtasidagi aloqalar davom etayotganini, ammo Erondan javob kutishga vaqt kerakligini ta'kidlagandi. Oliy ma'lumotlarga ko'ra, muhokama qilinayotgan hujjat 60 kunlik o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirish, Hormuz bo'g'ozini qayta ochish va Eron yadroviy dasturi bo'yicha qo'shimcha muzokaralarni nazarda tutadi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mahbuslar jazoni mamlakatda o'tashni so'radi. O'zbekistonning Vladivostok shahridagi bosh konsulxonasi diplomatlari Rossiyaning Saxalin viloyatiga tashrif buyurib, birinchi sonli jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan o'zbekistonliklar bilan uchrashdi. Bu haqda Dunyo xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda mazkur muassasada 11 nafar O'zbekiston fuqarosi Rossiya jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha jazo o'tamoqda. Tashrif davomida diplomatlar mahkumlar uchun yaratilgan sharoitlar, jumladan turar joylar, umumiy ovqatlanish va dam olish xonalari bilan tanishdi. Shuningdek, ular bilan muloqot o'tkazilgan. Ular bilan suhbat davomida mahkumlar muassasadagi sharoitlardan qoniqish bildirgani, biroq yaqinlarini sog'ingani sababli jazoning qolgan qismini O'zbekistonda o'tash istagini bildirgan. Ular sud tomonidan belgilangan muddatning qolgan qismini mamlakatdagi jazoni ijro etish muassasalariga ko'chirish bo'yicha amaliy yordam so'ragan. Diplomatlar esa Rossiya va O'zbekiston o'rtasida mahkumlarni o'zaro topshirish bo'yicha alohida shartnoma mavjud emasligi sababli hozircha bunday imkoniyat yo'qligini ma'lum qilgan. Shu bilan birga suhbat davomida mahkumlarning holati o'rganilib, ularga nisbatan majburiy mehnat, qiynoq yoki bosim holatlari mavjud yoki yo'qligi ham muhokama qilingan. O'zbekistonliklar bunday holatlar kuzatilmaganini bildirgan. Shuningdek, ular Rossiya Mudofaa vazirligi vakillari tomonidan vaqti bilan harbiy xizmatga jalb etish bo'yicha takliflar berilayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Biroq bunday jarayonlarda ishtirok etishga majburlash holatlari yo'qligini aytgan. Tashrif yakunida O'zbekiston fuqarolariga bosh konsulxona manzillari va aloqa raqamlari taqdim etilgan hamda zarurat tug'ilganda murojaat qilishlari mumkinligi bildirilgan. Eron ozod bo'lmaguncha yolg'iz bo'lsak ham kurashamiz. Rizo Pahlaviy. Eronning sobiq valiahd shahzodasi Rizo Pahlaviy so'nggi chiqishlaridan birida G'arb davlatlari va ayniqsa Yevropa siyosatchilariga keskin murojaat qildi. Uning bayonoti Eronda so'nggi yillarda kuchayayotgan norozilik namoyishlari, rejimga qarshi harakatlar va muxolifatning yangi bosqichi fonida yangradi. Pahlaviyning so'zlariga ko'ra, Eron xalqi demokratik davlat uchun allaqachon ulkan qurbonliklar bergan va endi ortga yo'l yo'q.
Rizo Pahlaviy 1979-yilgi islom inqilobigacha Eronni boshqargan so'nggi shoh Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li hisoblanadi. Inqilobdan keyin Pahlaviylar sulolasi ag'darilgan va oila mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Shundan beri Rizo Pahlaviy xorijda yashaydi va o'zini Erondagi demokratik o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlovchi muxolifat yetakchilaridan biri sifatida ko'rsatib keladi. So'nggi chiqishida u Yevropa siyosatchilari va jurnalistlarni qattiq tanqid qildi. Uning aytishicha, ayrim g'arblik siyosatchilar hali ham eronliklar demokratiyaga tayyor emas degan qarashni saqlab qolmoqda. Pahlaviy bu fikrni mutlaqo rad etdi va shunday dedi: 40 ming kishi aynan erkinlik va demokratiya uchun jonini berdi. Men bu qurbonliklar behuda ketishiga yo'l qo'ymayman. Uning bayonotida eng keskin nuqta shunda bo'ldiki, u hatto g'arb qo'llab-quvvatlamasa ham Eron xalqi kurashni davom ettirishini aytdi. Yevropa biz bilan birga tursa ham, turmasa ham, jurnalistlar haqiqatni yoritsa ham, yoritmasa ham, siyosatchilar jasorat ko'rsatsa ham, ko'rsatmasa ham biz Eron ozod bo'lmaguncha kurashamiz. Bu bayonot Eronda 2025-2026 yillarda kuchaygan ommaviy namoyishlar fonida juda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat bo'ylab millionlab odamlar iqtisodiy inqiroz, inson huquqlari buzilishi va hukumat bosimiga qarshi ko'chalarga chiqqan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.